taksichilik qilib bevayda olish mumkinmi? Eng ko'p pul tashib ketganlarni hech bilib 1 milliongacha. Yana Toshkent Olmaliq qatnaysizmi? Yo'q, kuniga necha pul topasiz? Ya'ni taksichilik qilib juda ham katta pul ishlasa bo'ladi. Taksichilar ham blatnoy bo'lib ketdi deb. A'lo darajada topsa bo'ladi. Yaxshi soqqa ishlasa bo'ladi. Zo'r topsa bo'ladi. Akalar, mana shu mashina taksichi bolaniki desam ishonasizlarmi? Taksichilik qilib bevayda olish mumkinmi? Mana mumkin ekan. Taksichilar hamchi blatnoy bo'lib ketdi. Assalomu alaykum Instagram. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, taksi sohasida umuman necha pul ishlab topish mumkinligini bilib olamiz. Video qiziq bo'lishi aniq. Shohruh aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlar qalay? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Toshkent Olmaliq qatnaysiz, to'g'rimi? Shunaqa. Necha yildan beri? Bu mashinada endi 1 yil bo'ladi, xudo xolasa. O'zi Toshkent Olmaliq qatnaganimga где-то bir 10 yillardan oshdi. Zo'r. Necha pulga tushgan bu mashina? Bo'lib berishga olganman buni. 30 dan sal oshadi. Variantga. Variant. Bu tankmi, so'ngmi, nima? Qanaqa variant? Bu Son Plus Champion gibrid. Gibrid. Bundan oldin qanaqa mashina haydagansiz? Bundan oldin Cobalt yurardim. Farqi kattami, bilinyaptimi? Ha, katta farq. Qanaqa farqlari bor? Mana bu razgonlarda zo'r. Yuk ham ichlari ham kengda, ani mijoz o'tirsa ham bemalol o'tiradi. Komfortda. Komfortda. Bu sohada normalniy pul topsa bo'ladimi yoki bo'lmasam просто vaqt o'tkazgan, eplab turganimi bu sohani? Endi hamma kasbda o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Eplasa a'lo darajada topsa bo'ladi. Yaxshi soqqa ishlasa bo'ladi. Zo'r topsa bo'ladi. Bu mashinada taksichilik qilaman desangiz, hayron qolsa kerak ko'pchilik. Boshida shunaqa bo'lganda, ko'pchilik hayron qolardi. Yana Toshkent Olmaliq qatnaysizmi derdi. Yo'q, hayron qolardi lekin. Bu mana ko'nikib ketdi. Pul bermay tushib ketadiganlar ham bo'ladimi? Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Unaqasi bo'lmagan. Baribir ham bizning xalq insofli-a. Insofli. Lekin kechki paytlari masalan, kechqurun Toshkentdan qaytayotganimda rohatda bo'ladi shunaqa vaziyatlar. Umuman cho'ntagida pul qolmay qoladiganlar bo'ladi. Lekin rostini aytsa, olib ketamiz. Gap. Любой taksi olib ketadi. Hech qanaqa e'tiroz bo'lmaydi. Yo'q, e'tiroz bo'lmaydi. Hammamizda bunaqa vaziyat bo'lishi mumkin-da. Siz Instagram ham yurg'izasiz, atmetka qilib ketamiz. Assalomu alaykum, birodar azizlar. Xudo xolasa mana Instagramda birinchi ish kunimni boshlab oldim. Taksi xizmatingizda. Xullas, professionalni shu kasbda egallagansiz. Iloji boricha. Boricha, qo'ldan kelgancha harakat qilganmiz. Instagram boshda ozgina yurtdim. Hozir to'xtab qoldi. Ozgina ishlarim ko'payib ketgani sababli yurgiza olmay qoldim. Yandeksga chiqsangiz bo'lmaydimi Toshkentga? Bunda soqqa. Yo'q, Yandeksda ko'p vaqt ketadi. Juda ko'p vaqt ketadi. Bunda grafikingiz sal erkin grafik, yengilroq. Xohlagan tarafingizga, xohlagan vaqt keta olasizda. Zo'r. Katta pul ko'tarsa bo'ladi baribir. Bo'ladi, lekin birdaniga bunaqa mashinada chiqish shart emas. Boshlanishiga Cobalt yoki Gentra bilanmi boshlab klient yig'ib olsa, 5-6 yildan keyin takoy bundan ham zo'rlar chiqib ketadi hali. O'shanda bosib harakat qilib ishlasa bo'ladi. Men eshitganman, Inomarkada juda katta pul ko'targanlarni eshitganman. Bor. Realniy summani ko'targanlarni eshitganman. Bor, imkoni bor. Ya'ni taksichilik qilib juda ham katta pul ishlasa bo'ladi. Bor. Imkonsiz narsani o'zi yo'q. To'g'ri. Xo'p, endi hammaga qiziq bo'lgan savol, kuniga necha pul topasiz? Kuniga to'g'risini aytsam hisoblamayman. Qanaqasiga? Shu necha pul baraka bo'lsa, o'shani olib kirib ketasiz. O'shani olib kirib ketaman. Hech sanab ko'rmagan ekanman. Hozir aytgan gapingizga o'zim ham qiziqib qoldim. Hech hisoblab ham ko'rmagan ekanman. O'sha ishlayman, shu cho'ntimga kiradi, ertalab yana o'sha cho'ntim bilan chiqib ketaman. Oyiga necha pul topasiz? Oyiga hisoblab ko'rasiz. Oyiga sir bo'la qolsin bu. Yo'q, sir bo'lib qolsin. Aytiladigan gap emas. Keraklicha like bo'lsa, sirini ochar ekan aka. Xudo xolasa, keraklicha like bossalaringiz, xudo xolasa, sirini ochaman. Bundan oldin boshqa sohada ishlaganmisiz? Bundan oldin ko'p sohada ishlaganman. Bozor sohasida. Ishlar qilgansiz bundan oldin? Buyum sotganmiz, bitoy texnika sotganmiz. Qanaqa kelib qolgansiz sohaga o'zi? Prosta qiziqishga chiqib, prosta ish yo'qligida amallab ish yo'qligida chiqqanman. Keyin bu sohaga qiziqib qolganman. O'zimga ham yoqib qolgan. Конечно, daromadi ham yaxshi bo'lgan. Daromadi ham yaxshi, keyin har kuni har xil odamlar bilan ko'rishasiz, suhbatini olasiz. Zo'rda, ya'ni o'g'ri bilan ham ko'rishasiz, to'g'ri bilan ham ko'rishasiz, yaxshi insonlar bilan ham, yomon insonlar bilan ham. Ko'p inson bilan ko'rishib, tanishasiz, tanish orttirasizda. Shu sohada ishlab, shu mashinani oldingiz, chet elga ham chiqib turasiz adashmasam, ha? Har yili xudo xolasa uski kurugimiz bor. Shu niyat qilganmiz. Har yili bitta davlatga boramiz deb. Boshida aytdim-ku, taksichilar ham blatnoy bo'lib ketdi deb. Mana bitta taksichimiz, blatnoy taksichimiz. Sizniki premium taksi, to'g'rimi?
soqqasini bersangiz, Ha. komfortda yetkazib olib borasiz. Ko'pchilik odamlar ishonchiga kirganmiz. Xudo xolasa bundan keyin ham ishonchini oqlaymiz. O'rtacha yo'l kira narxi nechi pul sizda? Endi yo'l kira har xil. O'sha oldin Cobaltda qanaqa narxda qatnagan bo'lsak, Yo'q, hozir ham mashina ham o'sha Cobalt narxida qatnaymiz. yo'q. Anaqa mashina olgandan keyin kibrlanib, Yo'q, boshqacha yo'q, narx yo'q, qo'yib, yo'q, narxlarni yo'q. ko'tarib yuborib, Xudo xolasa lekin kibr bunda degan rasxod narsaga- boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Rasxodda ozgina ko'proq bo'ladi. Cobaltga nisbatan sal ko'proq bo'ladi. Chunki Lekin- benzinda yuraman. Объемni hisobiga, misol uchun, klientskiy bazani hisobiga pulni chiqarib olasiz, bemalol. Da. Bir xillar от души. Tashib ketadi. Eng ko'p pul tashib ketganlar nechi pul bo'lgan? 1 milliongacha. 1 milliongacha 1 addushi milliongacha chiqarib addushi. olgan. Taksichilik qilsa ham, normalniy soqqa ishlasa bo'ladi. Kuniga 1 million ham ishlasa bo'lar ekan. Albatta. Просто так. Bitta poyezdkada. Qoyil. Xo'p, Shohir aka, sizga ishlaringizga rivoj, Xudo Rahmat. xolasa, kelajakda bundan ham zo'r mashinalar oling. Akamizni profillarini qoldiraman. Kimga Toshkentdan bu narsa kerak bo'lsa yoki bo'lmasam erinsa, juda shustri odam, butun respublika Butun bo'yicha respublika bo'yicha 24 soat Aha. 7 ga xizmatdalar. xizmatdamiz. Xudo Yana xolasa. bitta narsa, men akamdan ko'p narsa buyurtiraman. Ichiga kirib, qayerdan qanaqa narsa kerak bo'lsa, o'zini yonidan pullarini to'lab bo'lsa ham olib keladilar. Bunaqa taksilar kam, to'g'risi. Komfort premium taksi kerak bo'lsa, akamizga murojaat qilasizlar. Arzon narxlarda. Narxini chiroyli qilib berasizmi? Albatta. Voy, bu- Siz tomondan kelsa, podpischiklaringiz Yo'q. bir 20% skidka qo'yamiz. Cheklangan vaqtida, masalan, 1 oy muddatgami bo'ladi. Bo'ladi, Bir bo'ladi oy shunaqa qilsak. Voy, bu BYDda yuradi. Narxi ham palon Yo'q, ekan yo'q, demaydimi? Cobalt Chiroyli bilan narxlarda qilib Gentrani, ani nima deydi, start tarifi degan narxlarda olib yuramiz, Xudo xolasa. Oramizda har xil sohaga qiziqadiganlar bor. Kommentariyada yozinglar, qaysi sohani batafsil yoritib beraylik. Oramizda biznes boshlamoqchi bo'lganlar bor yoki bo'lmasam boshqa ish qilmoqchi bo'lganlar bor. Kommentariyada yozinglar. Keyingi videomiz qaysi soha egasi bilan bo'lsin.